topgan pulim mana shu doktorlarga ketdi, lekin aldandim. O'ng tomonimda og'riq juda kuchli. O'shani hisobiga xastaga suyanib qolganman. Biz bemorimizni bir kun oldin o'ng chanoq son bo'g'imi total endoprotezlash amaliyotini o'tkazdik. Mana hozirgi holatlari. Xudo xolasa ertaga sekin javob beramiz, uyingizga ketaverasiz bemalol. Mana bizni bemorimiz kelishdi. 2 oy oldin bemorimizga o'ng chanoq son bo'g'imi total endoprotezlash amaliyotini o'tkazganmiz. Bemorimiz qayta ko'rikka kelishdi. Mana xudo xolasa endi xastasiz bemalol oldingi hayotlarida yurishlari mumkin. Hojonim holat qanaqa? Yaxshimi holatingiz? Yuring chiqaring. Qalay, og'riqlaringiz? Holatim juda ham yaxshi. Men bu kunlarda rosa kutdim. Doktorlarga rahmat. Mana bosh doktorimiz Ismoiljon, qolursa shogirdlar. Bu kunni qancha kutdim. Mana mendaqa og'rigan bemorlar adashib mana shu klinikaga kelinglar. Behudadan behuda pullarini yo'qotmanglar boshqa joyga borib. Mana shu yerda men 1 yilda davo topdim. Bu yolg'on gaplar emas. Yurakdan gapiryapman. Mana shu doktorlarga, hammalariga rahmat. Ilohim sog' bo'lib yursin. Bizdaqa bemorlarga shifo bersin. Avvalo Xudoyu. Shular sababchi mana men 1 yilda yurib, ishonmayapman yurganimga hozir. O'zi 2 oy bo'ldi operatsiyaga. Operatsiyamga rosa 2 oy bo'ldi. Yuravering, xo'pmi, yuravering. Mana endi Shamasini yuravering bemalol. xursandchiligimdan yig'lab, Yaxshimi endi? zo'rman Xudoga. Og'riqlar yo'qmi oldingi og'riqlar? Yo'q, hech Qancha ham. qiynalib yurdingiz o'zini? 1 yil qiynaldim. 1 yil. Mana endi 1 yilda yurib ketdim. 1 yil 4 oyda. 2 oyda xastani tashladim. Mana ikkinchi ko'ruvga kelishim. Doktorlarga rahmat, bosh shifokorimizga, Ismoiljonga, mana shu shogirdlariga ilohim tanijonlar sog' bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. Haqiqiy doktorlar shartta ekan. Hech ham adashmanglar. Og'rimaylari avval Xudo og'risalarni shaqa kelinglar. Suyunganimdan yig'layapman. Bu kunlar qancha kutdim men Xudodan so'rab. Chiroyli bilan yurib bering chiqaring. Xastalarsiz mana Xastam yo'q mana. 1 yilga xastam yo'q. Bolalarim bilan qancha kutdik bu kunlar.